Barchalarga salom bolalar, sizlar bilan Frizi Buldrop. Bolalar, bugun biz 30 mingga balans to'ldirib oldik. Buldropda necha yuz qazishimizni ko'ramiz hozir bolalar. Xo'sh, bolalar, qanaqa qilib hisob to'ldiramiz sizlar. Bu yerda menyu bor, menyuni bosasizlar va bu yoqda pastroq tushsanglar hisob to'ldirish bor. Shuni bosasizlar. Keyin bu yerda hozir men Rossiya qilib qo'ydim. Mana SBP bank kartalari bor. Hozir men mana mashinadan tashlashingiz mumkin bemalol agar Rossiyadagi odamlar bo'lsa. Beeline, MTS, Tele2, Megafon, Yota, Steam, kriptovalyutadan ham tashlashingiz mumkin bemalol. Xo'sh, hozir men O'zbekistonnikini ko'rsataman. Tak, mana bolalar, любой bu yerda davlat bor. Bemalol tashlashingiz mumkin любой davlatdan. Hozir men sizlarga O'zbekistonnikini ko'rsataman. Mana O'zbekistonnikini topib oldim bolalar. Mana bank kartalar, Uzkart, Homo bor bu yerda. Misol uchun 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar, 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar 620 bulcoin tashlab beradi. Bu degani juda yaxshi degani. Promo kodga V keyin deb yozsanglar 20% sizlarga 15% sizlarga chegirma ko'paytirib beradi. Xullas bolalar, mana ko'rishingiz mumkin 620 dan 713. Bu degani yaxshi degani. Xo'sh, vizadan ham to'ldirishingiz mumkin bolalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda kliklar bor. Paynetdan ham to'ldirishingiz mumkin. Steamdan ham skinlarni sotib bemalol to'ldirishingiz mumkin. Kriptovalyuta bu yoqda ham Hamster, Dogs, Not, Tron, USD, YET, BTS, BTK deganim, ya'ni BTS. Xo'sh bolalar, bu yoqda yordam ham bor. Mana mashina bossanglar, qanaqadir Buldropda muammo bo'lib qolsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin adminlarga. Mana ko'rishingiz mumkin. Nachat dialogga bosasizlar, ustida sizlarga ответ beradi. Xo'sh, mana bu yerda har xil davlatlar bor. Mana Albaniya, shunchasi bor, Ozarbayjon. Bemalol to'ldirishingiz mumkin bolalar. Keyin UC qanaqa qilib chiqazaman desanglar, menyuni bosasizlar yana bolalar. Chiqarib olish UC bor bu yerda va bu yerda 98 ta bulcoinga 60 UC beradi. Ukka chiqarib olishni bosasizlar, sizlarga zaявка ketadi va qanaqa qilib olamasanglar, menyuni bosasizlar, shaxsiy kabinetga o'tasizlar va chiqarib olishlar bor bu yerda. Shundan mana shu yerda 60 UC bo'ladi va ko'zni bosasizlar bolalar, sizlarga promo kod beradi. Nuqsalashni bosasizlar va bu yoqda Midasboy bor. Midasboyga kirasizlar. O'sha redeeming kodni terasizlar, sizlarga 60 UC tashlab beradi. Keyin bolalar, hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman bolalar. Bu yoqda Bullpass bor. Bullpassda xuddi PUBG'da RP'ga o'xshaydi. Bu yoqda ham zadaniyalarni bajarib, RP'larni oshirsanglar bo'ladi. Bu yoqda qimmat bepulga qimmat narsalarni olishingiz mumkin. Mana bolalar, 14 ta 3 qilsanglar 14 ta bulcoin beradi. Ya'ni skin 14 ta bulcoinli skin beradi. Sizlarning shaxsiy kabinetingizda paydo bo'ladi. Bu yoqda 4-levelga уже balu ko'payib ketaveradi bolalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda 601 eng qimmati. Xullas shunaqa ketaveradi 40 gacha maksimum. Bu yoqda o'yinlar bor, qaranglar bolalar. Sapyon, Minora, Crash, G'ildirak, Ruletka, Narvon hammasi bor bolalar. Xullas men hozir bitta qilaman. Shundan bitta qilsam mayli bolalar, hech balo qilmaydi. Hozircha ikkita qilaman. Bo'ldi, men уже foydadaman. Olishni bosaman, sразу men foydadaman. Ko'rishingiz mumkin bolalar. Unda keysga o'tamiz. Xo'sh, sal Wi-Fi qo'tyapti bolalar. Bu yoqda aytgancha mana strelkani bossanglar bolalar. Hozir mana men PUBG turgan strelkani bossanglar, Standoff, KZK, Roblox, Genshin Impact bemalol ulardan ham ochib tashlashingiz mumkin. Misol uchun Robloxdan Robloxmi shunaqa tashlab olasizlar. 65 taga 43 tamida shunaqa Roblox edi. KZ2 dan skilllar tushirib olishingiz mumkin. Standoffdan ham bemalol bolalar. Xo'sh, mayli bolalar. Biz KZga qaytamiz. Qaranglar bolalar. Bu yoqda tish degan narsa bor. Tishlar degan yasha ochsanglar sizlarga tishlar beradi. U nima qilaman desanglar, mana bu yoqda pastda almashtiruvchi. Hozir men sizlarga videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir ozgina keys ochib oling. Birinchi bo'lib 10 talik ochamiz. Qani bolalar ketdi. Tak, nima tushar ekan, bizga foyda beradimi yo zararmi?
Yaxshi. Yaxshi, mana bolalar ko'rish. Voy, nima qilyapti? 292 ta bolalar 190 taga ochib yana bizga tishlab berdi. Voy, bolalar. Ko'rishinglar mumkin bolalar, uje bizni hozir 30 mingga erib olib ketishimiz mumkin. 30 mingga 67 minglik narsani olib ketishimiz mumkin. Bolalar, bu videoga 60 yuzga qo'yilgan. Qanaqa qilib yutamasanglar, obuna bo'ling, menga like bosib va kommentariyaga idlarni qoldiringlar. Men keyingi videoda aniqlayman. Xo'sh, bolalar, tak, bu yoqda bizni bu yoqda yangi yashili ham bor, bemalol ochishingiz mumkin. Chegirmalar ham kelgan. Xo'sh, bizni bitta kiysa ochmoqchi edim. Hozir bolalar 412 ta bor bizda, vashchi foydadamiz biz. Xo'sh, bolalar. Mana mashinadan bitta 10 ta ochib ko'ringlar bolalar, nima tushar ekan hozir bizga. Tishlardan bermasa ham nima tushar ekan. Qani ketdi bolalar, ochdik. Ketdi. Yaxshi. Nechta? Nimaylar bolalar bo'lib turadi bu. Hali biz zatda foydadamiz. Kesga o'tamiz bolalar yana. Kesga o'tib oldik bolalar. Hozir bitta ko'ramiz. Xo'sh, bu yoqda Rusalka degan, suv parisi degan bor. Mashinadan bitta ochib ko'ramiz. Ketdi bolalar, nima tushar ekan? Voy, to'xta. Ay. Nimaylar bolalar? Hozir bizda tishlar bor bolalar. Ko'rsataman, videoni oxirida ko'rsataman nima tushganini tishlardan. Xo'sh, bizda nechta qoldi? 200 bitta bolalar. Dengiz maxluqidan 100 yana 10 tali ochib ko'ramiz, nima tushar ekan. Qani ketdi. Mayli. Sapasga o'tamiz. 90 ta qaranglar bolalar, endi 5 tali ochamiz. Yaxshi. 149 ta ko'rishingiz mumkin bolalar, uje bizni foydadamiz. 95 taga ochib 149 ta foyda qildik. Davay seni 4 tali ochib tez ochishga bosamiz, nima tushar ekan? 30. Endi qaranglar bolalar, bitta tali ochamiz, nima tushar ekan? Ochdik. Bomba tushdi, mayli. Hozir bitta kes ochamiz bolalar. Hozir biz oxirisi menimcha foyda beradi bizga, menimcha. Hozir bizda tishlar bor bolalar. Bu degani yaxshi degani bizda 49 ta 2 taga yetar ekanmi? Yo'q, 2 taga yetmas ekan, bitta ochamiz. Ketdi, nima tushar ekan bizga? Va bu yerdan bizga nechta bu? 20 ta, mayli bolalar. Hozir yana bitta ochamiz, nima tushar ekan? To'xta. Nechta edi men bu? 711 ta bolalar. Qaranglar bolalar, hozir bizda tishlar degan yig'ilib qolgan bolalar, bizni hozir ko'rsataman masligi. Xo'sh, Poseidon almashtiruvchi masligi aytdim, videoni oxirida ko'rsataman. Mana bolalar 1560 bitta yig'ilib qolibdi. Bu degani yaxshi degani, qarab turinglar bolalar. Bizga yaxshi narsa berib qolishi mumkin hozircha. Davaysi mashina tanlaymiz. 170 bitta yaxshi bolalar. Ko'rishingiz mumkin. 209 ta. Qaranglar bolalar, endi foydaga ishlaymiz faqat. Bizda yaxshi hozircha. Ko'rishingiz mumkin 209 ta. Hozir bizda 209 ta bo'lsa, mashinadan akula ovchisidan bitta ochib ko'ramiz, nima tushar ekan. Davaychi ketdi. Nima tushdi? Yaxshi, nechta bu? 293 ta bolalar, ko'rishingiz mumkin. Mana aytdim-ku, qaytarib oldik bolalar. Mana даже foydadamiz. Voy, qanaqasiga bolalar. Xo'sh, mashina tushunib oldinglar degan umiddaman buni. Xo'sh, endi biz qaysi kesdan ochamiz bolalar? Biz uje foydadamiz bolalar, ko'rishingiz mumkin.
Tak bolalar, bu yoqdan bizni nechta bizda 374 ta bo'lsa 374 ta bo'lsa bizni Shelby Cobra'dan давайте hammasiga ochib ko'ramiz nima uchar ekan. 5 taligi yetar ekan, давайте ketdi. 5 talik ochamiz nima uchar ekan. Tak, yaxshi. No. Voy bolalar, nima tushdi? Voy 591 ta bilasizlarmi necha oldi? Voy bolalar, hozir biz 30 mingga necha 500 mi nechadir olamiz hozir. Biz ko'ramiz bolalar. 591. Voy necha bu? Tak, 385 bolalar. Hozir biz 75 mingami 75 million narsa. Bolalar ko'rishingiz mumkin 30 million narsa 30 mingga pul pul tikib donat qilib hozir biz 75 million narsani yoki 80 million narsani 30 mingga olib ketamiz. Ko'rishingiz mumkin. Voy vashshi bor bu. Bolalar ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga yozib 60 yuzini sizlarga olib qo'yaman. 325 yuzini o'zimga olaman. Hammaga xayr bolalar, sizlar bilan frizi buldirib. Hammaga xayr bolalar. O'qqa chiqarib olish, mana ko'rsatib qo'ying. Mana bemalol chiqasiz, mana qaranglar. Endi chiqazgandan keyin shaxsiy kabinetga o'tamiz. Yana bitta tushuntiring. Chiqarib olishlari bosamiz. Mana hozir sabr qilib tursak bizga 100 tushadi. Hammaga xayr bolalar, sizlar bilan frizi buldirib bo'ldi.